Assalomu alaykum hurmatli soliq to'lovchilar. Xabaringlar bor. Har yili O'zbekistonni Qirg'iziston Respublikasidagi eksklavi hisoblangan Shohimardon va Yordonga minglab vatandoshlarimiz tashrif buyurishadi. Kelinglar bugun shu hududlarda soliqqa tortishda ayrim o'ziga xosliklar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda Soliq kodeksini 18-moddasiga qaraydigan bo'lsak, unda O'zbekiston Respublikasining ayrim toifadagi hududlarini soliqqa tortish bo'yicha maxsus soliq rejimi amal qilish belgilab qo'yilgan. Kodeksda 480-1-moddasiga ko'ra Farg'ona viloyatining So'x tumani, Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanidagi Shohimardon va Yordon mahalla fuqarolari yig'inlari va Rishton tumanidagi Cho'ng'ara mahalla fuqarolari yig'ini O'zbekistonning ayrim toifadagi hududlari hisoblanishi ko'rsatib qo'yilgan. Kodeksda 480-2-moddasiga qaraydigan bo'lsak, mazkur hududlarda 4 ta soliq turi bo'yicha 1% stavka amal qiladi. Buni birinchisi foyda solig'i, ikkinchisi aylanmadan olinadigan soliq, uchinchisi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va to'rtinchisi ijtimoiy soliq. Ya'ni mazkur hududlarda mehnat faoliyatini olib boradigan yoki tadbirkorlik faoliyatini olib boradigan soliq to'lovchilar uchun shu yuqoridagi 4 ta soliq turi bo'yicha 1% stavka amal qiladi. Endi ayrimlarda savol tug'ilishi mumkin. Men olgan xarid chekim bo'yicha 1% keshbek qaytarib berilmaydimi shu hududlarda degan. Yo'q, qaytarib beriladi. Negaki biz sotuv uchun, xarid uchun qabul qiladigan xarid chekimizda qo'shilgan qiymat solig'ining stavkasi ko'rsatiladi. Mazkur toifadagi hududlarda ham qo'shilgan qiymat solig'ining stavkasi 12% hisoblanadi va buni 1% keshbek sifatida qaytarib berilishi mumkin. Va yana bir savol tug'ilishi mumkin, bu mana shu hududda yashaydigan fuqarolar tomonidan kontrakt uchun to'langan summalardan 12% daromad solig'i qaytarib beriladimi degan savol. Bu savolga yo'q deb javob beramiz. Negaki Soliq kodeksining 378-moddasi 1-qism 16-bandiga ko'ra o'sha xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yoki ta'lim muassasalariga yo'naltirilgan mablag'lar va oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olish uchun, ya'ni kontraktga yo'naltirilgan mablag'lar jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha soliq solishdan ozod etilgan daromadlar hisoblanadi. Endi bu holatda shu hududlarda yashovchi hamda shu hududlarda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi fuqarolar tomonidan 1% stavkada jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'langanligi uchun agar imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lib o'sha jismoniy shaxslarda jami yillik daromad to'g'risidagi deklaratsiya topshiriladigan bo'lsa, unda faqat o'sha to'langan 1% daromad solig'ini qaytarib olish mumkin bo'ladi.